Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabının iman hakkındaki bölümünde 5'ten birini ada kılış imanının cümlesinden dedi. Bundak degine Müslümanlar bilen küffarlar, müşriklar arasında uruş bolgan vaqtida müşriklar tarapından kafirlar tarapından ilingan umum ganimet, mal dünya, ulçılar 5 ülüş asasında bölündü. Bu 5 ülüşninki bir kısmı 5'ten biri Kur'an-ı Kerim'de məxsus bekitilgan orunlar var. Şularga berildi. Mesela Estaizu billah Allah subhanahu ve taala şundaq deydi. Bilinglar sizlarning ağan olacağınlar 5'ten biri Allah için, Allah'ın peygamberi için, yakın tuqqanlar için, yetim yesirlar için, miskinler için, musafirlar için. Eğer sizler Allah'a hakiki işensanglar degan mezmunda ayet var. Demek muşu ganimetten ilingan 5'ten birini ayırış bu imanın qatarıdır dedi. Bu yana zakatga o'xshash ayrim bir iqtisodiy tuzilma şu İslamdaki. Bu yani İslam devleti yeni kurulgan paytlarda Allah subhanahu ve taala devletninki iqtisodiy nizamini bekitish uchun zakat, fitre, o'lja, ganimet qatorliq shunga o'xshagan iqtisodiy tuzilmalarni o'tirib qo'ygan. 53. bu hadise İmam Bukhari shundoq dedi, bizga Ali ibn Ja'd degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb. Bu zat ko'rib turibdiq, İmam Bukhari'ninki ustozdir bo'ldi. Hijriy 230-yili, ya'ni milodiy 845-yili o'lib ketgan. Ayni davrdagi nihoyat katta muhaddislardan. O'z davrida Bag'dodniki shu cho'ng büyük olimlardan bo'ladi. Bu adamı soda işleri bilan shug'ullangan ekan. Mesela zimzinnat, işte oltin qatorliq narsalar bilan ticaret bilan shug'ullangan bu adam ayni vaqtida. Ülemalar bu kişiye güzel bahalarını bergen. Bir kısım ülemalar mesela Rothschild degan bo'lsa, ba'zilar puxta Rothschild degandek mezmunlarni ishlatgan. Hatta İbn Hajar rahmetullahi alayhi nayati mezmut ishonchilik odam, biroq azroq shiyalik purqva degan bundaq tushunchani berib qo'ygan. Peygamberimizninki mush hadisini ayb nuqsondan, bo'xtondan, yolg'ondan saqlash uchun ahli ilmlar, muhaddislar ayni vaqtida har bir hadis rivoyat qiluvchiniki salohiyatiga to'limi inchiqlik bilan ko'ngil bilgan bo'ladi. Bu zatning nihoyatda ko'zi ko'ringan, mesela Malik ibn Anesga o'xshash mashhur ustozdir bor, Shu'bat ibn Hajjajga o'xshash. Bu odamning mashhur shogirdlaridan İmam Buxoriy, Abu Davud, Yahya ibn Ma'in, Ahmed ibn Hanbal, İmam Ahmed ibn Hanbal qatorliq mush buyuklar bu kishiningki shogirdlari bo'ladi hamda. Yahya ibn Ma'in bu kishini sifatlagan vaqtida bakmi Rothschild deb mana ishonchlik Rothschild deb sifatlagan ekanda. Bu kishi dedi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi. Shu'ba bo'lsa Shu'bat ibn Hajjaj bu kishini tarjimali o'tdi. Bu kishi Abi Jamra degan kishidan hadis rivoyat qilyapti. Abi Jamra kim undaqda? Bu büyük allama ayni vaqtdagi mashhur hadis imomlardan o'zi Basrlik degan. Nayt mashhur ishonchlik imom degan sifatga erishgan. Hijriy 128-yili Sarxas o'lib ketgan. Sarxas hozirgi Turkmeniston, Turklarning mashhur yurti bo'lgan Sarxasda. Bu kishi Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar qatorliq bir turkum sahobalar bilan uchrashib, shulardan hadis rivoyat qilgan. Hatta shu Abdullah ibn Abbas, Ali ibn Abu Talibninki davrlarda, oxirgi mezgillarda Basraniki valisi bo'lgan Abdullah ibn Abbas. Shu paytda Basrada shu Abi Jamrat az-Zab'ini Abdullah ibn Abbas yeniga tortib tarjimonlik qilgan. Nimaga degan vaqtida shu farislar bilan Abdullah ibn Abbasninki, ya'ni arab kishi bo'lg'achqa oralig'ida bu kishi tarjimonlik, tilmochlik rolini o'ynagan. Shuning uchun bu kishi deydi, men Abdullah ibn Abbas bilan birga o'ltiratdim. Meni hatto o'zining o'tirgan karavotida o'tirgan supusida birga o'tag'izib, bundaq degan edi. Mening qishimda tug'in, sana mening bir melimdan azroq bir ulush bo'lib beray, sana bir narsa beray deb shunaq degan dedi. Shu oraliqda men 2 oydak tudim dedi shu muddatda. Bu kishini Abdullah ibn Abbas nihoyatda to'la va qadrlagan, hurmatini qilgan bir odam ekan. Tövendeki hadisem şu 2 oy turish jarayonida anlaganda bu odam. Ondan shundoq deydi. Abdulqays o'miki payg'ambar alayhisolatu vasallamniki huzuriga kelgan vaqtida mundoq dedi. Abdulqays qavmi bo'lsa
Araplarniki meşhur şu Adnani kabilesi var. Adnani kabilesi yani çoğu cihetten ikiye bölüngen. Biri Rabia tarmıkı, biri Muzar tarmıkı. Bu kişi şu Rabia tarmıkıdan buludu. Rabia adırkı Riyaz, Qasim, Bahreyn, şu Saudi'deki şu Şarkıya tarafdaki ülkelerde köp yaşayan. Hem de şu Abdülkays bolsa şu Rabia'nınki bir kısmı buludu hem de. Peygamberimiz soraptı kim kavim bula, kimler? Bu sizler qaysi ömekten, qaysi işlerden degende biz Rabia'den dep. Yani Abdülkays Rabia kabilesinin içindeki bir küçük bir oymak hem de. Bularınki jütte şu Bahreyn'de adırkı İhsa Saudi'nin şarkı tarafı Katib adırkı Bahreyn devleti. Şu yerde yaşaydıgan kişiler bular. Bu tarafdaki Araplarga nisbatan bular özlükinden kelip Resulullah'ın huzurida Müslüman bolgan. Tunji qitim Peygamberimizdeki mescidden keyin cuma o'qilgan jut mushularning Bahreyn juti. Juvasa yesi vaqishliqi shu yerda tunji qitim cuma o'qilgan. Ama şu Medine'den başka yani sırtta cuma o'qilgan o'rinlarning ichida Juvasa ülkesi. Peygamberimiz derhal anlap bulan Rabi'adi degandikin oy hoş kepsizlar bu ömek kelinglar merhaba deb kutib sizlarga nayt ornumus bo'lmagan pushaymon bo'lmagan holatda kelinglar deb Rasululloh bir xil bularni qarshilab xushallik bilan qarshilayotdi. Nemishqa ornumus bo'lmagan rasvo bo'lmagan ahvolda degan gap. Chunki bular o'zligidan kelib musulmon bo'lgan. Uning ustiga bu payt shu Mekke fethisindeki aldıdırak boğa vakalikler. Bu vaqtda Qurayshliklar musulmon bo'lmagan, ama Necid tarafdaki, Qasim tarafdaki Bani Hanif qabileleri musulmon bo'lmagan. Bular yani jiroq şu diyorlardan Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki huzuriga kelib, necha qabilalarni otlab kelyapti-da. Bu qabilalar asosan musulmon bo'lmagan shu Madina bilan bu kishilarning orasidagi shu hozirgi masalan Xaybar, Qasim, Riyaz bu tarafdaki kişiler musulmon bo'lmagan. Mush kafirlarni otlab bu kişiler Resulullah'ın huzuriga kelib musulmon bo'layotdi. Şunun bilan ular deyishdiki, ya Resulalloh, biz sizning qoshlarga faqat shu harom oylarda, ya'ni urush cheklangan harom oylarda kelalaymiz. Boshqa vaqtda kelanmaymiz. Bundoq demoqchi bo'lgani Arablar yana shu yilda 4 oyni nihoyat ulug' biladi. Bu 4 oyda urush qilmaydi, bir-biriga tajovuz qilmaydi. Ameliyatda bularning ichida nihoyat shunda qonliq to'qinish, eg'ir darajadagi qabila urushlari bo'lgan bo'lsa-mu tarixda bir qabila urush qilish orqali jon boqilgan ayni vaqtida. Ondan o'chmanlik, adovat nihoyat kuchli. Lekin mush 4 oyda hech qancha mush 4 oyniki sharifini ulug' bilib bir-biriga urush qilmaydi. Biz bilan sizning oralarda shu Muzar kupparlardan bo'lgan bir guruh kishilar bor dedi. Ya'ni mush Madina bilan bizning shu yurtimiz Bahreyn'deki aralıqda Muzar kupparları var yani. Muzar bilan Rabia ikisi aynı asli fuka. Bular Adnan kabilesindeki çoğun iki bölük buludu. Rabia bir bölükü, Muzar bir bölük buludu. Hem de Rabia bayatın biz diyendek şu Qasim, Riyaz, Bahreyn müşterepli yaşayan. Ama Muzar şu Medine, Mekke, Taif hatta Peygamberimiz mi çoğun cihetten Muzar dairesi kirdi. Mesela Gatapan kabilesi, Sulaym kabilesi, Bani Esad diyendek Xaybar müşterekli Araplar, mesela Cuhayna qatarlıqlar, şu Muzar kabilesi dairesi kirdi. Şunlaşqa ya Resulallah, bizning bir iniq, biz tushangidek bir yaxshi bir iniq bir ish qilib buyursizlar. Biz mush kendimizni qilib qolgan qavmimizga bir xabar beraylik, mush to'g'riliq ma'lumot beraylik. Shu orqali biz jannat kiraylik deb. Yani bularning kelishi nəhayət bir xil ixlas bilan, nəhayət qiziqish bilan so'rayotdi-da bu savollarni. Hatta Peygamber nurg'un savollarni so'rdi shu jarayonda. Rasululloh hammasiga javob berib kelib, hatta bular shu ichimliklar haqida savol so'rashga boshladi-da. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem ularda 4 turlik ishlarga buyurish bilan 4 turlik ishlarni chekladi bu oraliqda. Ham 4 turlik ishlarga buyurishning birinchisi yakki yegani bo'lgan Allohga iymon etish. Bu yerda tavhidga buyuryapti. Shu oraliqda Peygamberimiz dediki, yakki yegani Allohga iymon etish degan nima bilamsizlar deb, yani tafsilga tushuntirayotgan işte bu avvalda. Ular dediki, yani bu hurmat yusidan, adab yusidan Allah'ın elçisi bilir. Deb Resulullah'a yana bu sualını qaytırıp berdi. Peygamberimiz dedi ki,
Şehadetu en la ilahe illallah ve enne Muhammed Resulullah. Yani Allah'ını bir dep bilmek, Hazreti Muhammed'ni Allah'ın elçisi dep bilmek dep. Yani imanınki birinci talebini, yani şunu kalbi bilen tasdiqlagan, hem itiqad qilgan, muş asasida amel qilgan asasda şehadet bildiriş, yani şu imandır dep yani bular tushuntirib berdi. İkincisi namazını berpa qilish. Namazını vaqtida o'qish, namozni shart arkonlari bilan o'qish. Bu bir buyurilgan ishlarniki bir qismi ularga buyurgan. Yani biri zakatni berish. Zakat degani masalan shu yilda keladigan qo'y, kala, tuga yoki oltin, kumush shu davrdagi pullar yoki o'shir zakat, o'shira chiqqan masalan xo'midan, uzumdan, oshliqdan berilgan. Çünkü bularning vujudda ayni vaqtida Arab yerimarligiga nisbatan ochliqni ko'p chiqilgan o'rinlar. Çünkü bular ochliq bilan Makka, Madinani, Toyib tarafini ta'minlaydi ayni vaqtida. Mushuni ado qilishga buyurdi. Undan keyin Ramazon ro'zasini tutishga buyurdi bu orliqda. Hem shundaqla bularning oxirida mush g'animatninki 5dan 1ni beringlar deb. Demak, bular ketgandan keyin masalan borgandan keyin undaqda jihad qilishga buyurdi masalan bu so'zdan. Masalan atrofdagi qavmlar bilan bo'lgan mushriklar bilan bo'lgan urushdan elingan o'lji g'animatning 5dan 1ni tegishli o'ringa, ya'ni davlat moliyasiga berish orqali yoki hokimiyat tarafga berish orqali amirga buni tegishli o'rinlarga ado qilishinglar shart dedi. Buni mo'y demak Imom Buxoriy mushu so'zdan naql etib turib bobga bu tarjimani berganda undaqda g'animatning 5dan 1ni ayirishmi bu iymon qatoridagi jannatga kiradigan amallar qatoridan undaqda. Bu buyruqlarni berib bo'lgandan keyin ularni payg'ambarimiz 4 ishdan chekladi. Yani bu hadisning miyada haj qilish to'g'riliq gap yo'q. Nimishqa degan vaqtda bu vaqtda haj farz qilinmagan, shuni hajning gapi mana bu hadisda bayon qilingan emas. 4 turlik ishlardan chekladi dedi ularning payg'ambarimiz. Buning birincisi bu 4 turlik narsalar asosan ichimlikka munosabatli narsalar. Ya'ni shu narsalarni ishlatishdan chekladi. Birincisi hantam. Hantam degan bizning shu vatanlarda bo'lgan bir sapaldan yasagan bir soğa. Onun şu aynı devrdeki sırılan sırlap baş eynektek sıylık kılıp hiç nesi tınmaydıgan, sınmaydıgan kılıbıtı da bunu. Şu Araplar aynı vaxtda bunu köpünce arak saklaş için işilti demdi. Arak içtidigan işler var. Muşunu da çekildi demdi. Hem şundakla bu nesler mesela şu vaxtda bir nesi sep koysa, çılap koysa tizlan buzulup içip arak aylanıp ketiş ihtimali güçlükken. Arap yermarlı issiq bunun üstüge. İkincisi dubba de. Dubba degan şu bir bizdeki qapak var. Kavdan selingan barağında bulungan yo'g'on bir qapaqlı var de. Mush qapaqlar aynı vaqtida şu ichimlik narsalarni saqlashda ishlatilgan. Mushundan chekladi. Chunki bu narsalarning buzilib qilish narsalar tis, ya'ni mas qilish ehtimoli kuchli narsalar saqlangan narsalar. Yani birisi an-naqir dedi. An-naqir degan asli şu bizning tanglimiz var. Yani xo'mi daraxidan yasalgan tanglar. Bunu soğuk şekilde yasaydı bunu. Yani bir 4-nji cheklangan narsa muzaffat. Yani ba'zida balki muqayyar degan ma'no bilan ilingan. Ikkisi bu yerda bir ma'noda kelgan. Bu nima degan vaqtida bu hozirgi masalan bizniki yo'l asfalt qilgan vaqtida to'ktirgan suyuq may var. Shunga o'xshash bir narsa bir maydak bir yasalgan ayni davrdagi shu bir kozularni yasab buniki üstünü şu may bilan asfalt ishiltigan may o'xshash narsa bilan suv etgandan keyin suv aqimda bu narsa siyliq bo'ldi ekan. Mesela biz Qashqarda ko'rgan mesela sapal qacha küplarni yasagan vaqtida bir sirga o'xshash bir narsani yasab suyuqliq narsa uni küpliga yoki sapal qachiga ishiltidida shu surkab buna chinidek siyliq bo'lib bir narsa singmaydi. Amaliyotda sapalni o'z pet qo'yib qo'ysa, sapalga quyilgan suv pastga azroq singib, o'zigida ichib tugak boshlaydi, parga aylanib. Sapal o'zi ichib. Lekin bu narsalar ichilmaydi, o'z peti turdi-da. Shuning uchun bu narsalar ichdik buzilib qoladi. Havo o'tish bo'lmagandan keyin.
Muşu narsalarni payg'ambarimiz cheklayapti. Nimishqa degan vaqtida bu narsalar ayni vaqtida biz boshda biroz deb o'tganga o'xshash yemak ichmak, sharob narsalarni ko'p saqlaydigan bo'lg'achqa arablar xosatan maxsus mushu turdagi qochilarni ishlatishni cheklagan. Bilmay masalan shu mast qiladigan narsalarni ichib qolmasin deb payg'ambarimiz islomiyatning dastlabki bosqichlarida bu narsalarni cheklab chiqqan. Ammo lekin bu qochqichlarni ishlatish masalasi keyingi davrlarda ruxsat qilingan. Qaysi hadislar degan vaqtida har qanday mast qiladigan narsa ichmanglar deb. Mayli bundan qochilangan bo'lsin, mayli boshqa narsa qochilangan bo'lsin, ichimlikniki cheklanishi o'lchimi mast qiladigan holatdagi ichimlik bilan qartilgan. Yani mast qiladigan bo'lsa ichmanglar, mast qilmaydigan bo'lsa ichinglar degan ruxsat asosida bu qochilarni ishlatishga payg'ambarimiz shuning bilan cheklimni bekor qilgan. Payg'ambarimiz oxirida mush gapimni ching saqlab, shu keyinlarda qilib qolgan shu qavminglarga yetkazinglar deb payg'ambarimiz tavsiya qilgan. Bu hadisda ko'plagan adab qoidalar, masalan, o'qituvchilik yoki da'vatchilik qilish ishlari masalan, undan boshqalar bir narsa o'rgatish usullari, masalan, yengil qilib, tushunish qilib, shularga ikkalasi so'ngdagidek holatda yengil tillarla tushuntirish qatorliq. Undan boshqa berilgan javoblar amiliylikni asos qilgan, turmushga yaqin bo'lgan va xiyoliy tasavvurdagi narsalar emas. Hem shunaqlab murakkab qilayotgan ish yo'q islom ta'limotida. Yengil, tushunishlik, hem tetimliq va yaqimli holatda da'vat qilish uslubi va ta'limot uslubi berilgan bu hadisda. Va sallallohu alayhi nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.